Bismillahirrohmanirrohim. Ila maydani maydonga. وترى الناس يخرجون من بيوتهم ضحى ويمشون إلى الميدان أفواجا. insonlarni choshgohda uydan chiqayotganligini ko'rasan. Ya'ni ertalabdan insonlar chiqib ketishgan. ويمشون إلى الميدان أفواجا va maydonga to'da guruh bo'lib ketayotganligini ko'rasan. Hammasini ko'rasanga bog'laymiz. ويمشون إلى الميدان أطفالا وشبانا وشيوخا ورجالا ونساء. va maydonga yosh bolalar, yigitlar, qariyalar, kishilar va ayollar, erkak kishilar va ayollar yurayotganligini ko'rasan. وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ عَاجِزٌ. va uyda faqatgina kasal va ojiz insongina qoldi, xolos. وَلَمْ تَسْمَعْ فِي الْمَطَرِيَّةِ إِلَّا حَدِيثَ السِّحْرِ وَأَسْمَاءَ السَّحْرَةِ. va Matoriyya shahrida faqatgina sehrgarlarning gapi va sehrgarlarning ismini yana eshitar eding. Matoriyya aytayaptiki, qosobatu Misra ayyama faroina, ya'ni Firavnlar davridagi Misrni bosh shahri bo'lgan, poytaxti bo'lgan. Hal jaa sahiru aswana al-akbar aydan. Na'am, wa sahiru al-Uqsur wa sahiru al-Jizati ash-shahir. Va insonlar aytardiki, Usvonni katta sehrgari ham keldimi? Ha, Uqsurni sehrgari ham va Jizani mashhur sehrgari ham deyar edi insonlar. Maza tara ya akhi man yaghlibu. Ey birodarim, nima deb o'ylaysan? Kim g'olib bo'ladi? Inna Misra qad alqat aflada kabidiha tara yaghlibuhum ahadun. Endi boshqa kishi bunga javob berib aytayaptiki, albatta Misr o'zini eng qimmat baholarini uloqtirdi. Ya'ni kabidun jigar o'zi qimmatbaho deb ishlatiladi. Aflada kabidiha, ya'ni jigarini, parchalarini tashladi. Eng qimmatbaho narsani Misr tashladi. Eng qimmatbaho sehrgarlarini, eng mahir sehrgarlarini tashladi deyapti. Taroyaghlibuhum ahadun. Endi ularni biri g'olib bo'ladi deb g'olib bo'lishligini ko'rasan deyapti. Ya'ni bularning ichida illoki birontasi g'olib bo'ladi. Va kayfa yaghlibuhum Musa va akhuhu va ayna ta'allama as-sihra. Endi Musa va uni akasi qanday ularni g'olib qiladi? O'zi sehrni qayerda o'rganishdi? Nasha fi qasri al-maliki thumma kharaja min Misr khaifan yataraqab va kana fi Madyana sinina. U podshohni qasrida ulg'aydi. So'ngra Misrdan ko'z tutgan holda qo'rqib chiqib ketdi va Madyanda yillar bo'ldi. Fa ayna ta'allama as-sihra. Sehrni qayerda ta'lim oldi? Afi Misra? La, Misrdami? Yo'q. Afi Madyana? Madyandami desa, ma sami'na anna hunalika fannan. U yerda o'zi sehr fani bor deb eshitmaganmiz. Waja'a banu Isroila wa hum bayna ya'sin wa raja'in. Endi mana shu holatda banu Isroil ham keldi deyapti. Wa hum bayna ya'sin wa raja'in, va ular umidsizlik va umid o'rtasida edi. Wa la'alla al-ya'sa aghlabu. Ehtimol umidsizlik g'olibroq edi. Ya'ni umiddan ko'ra umidsizligi bani Isroilda g'olibroq edi. Allohu yarhamu ibn Imron. Alloh taolo Imronni o'g'liga rahim qiladi. Allohu yansur bani Isroila. Alloh bani Isroilga nusrat beradi, yordam beradi, g'alaba beradi. Ibn Imron degani, Ibron bu Musa alayhisalom otasi. O'sha Ibn Imron deb Musa alayhisalomni qasd qilyapti. وجاء السحرة وأقبلوا بخيلائهم وفخرهم. va sehrgarlar kelishdi va o'zini xuyala, ya'ni maqtanchoqliklari bilan va faxrlari bilan yaqinlashdi. Va kharaju fi malabis mulawwanatin va kharaju yahmiluna al-asiyya wal hibala. va rang-barang kiyimlarda chiqishdi va hassalarni va arqonlarni ko'tarib chiqishdi. وخرجوا يضحكون ويمرحون اليوم يوم الفن. va kulib va shod bo'lib, xursand bo'lib chiqishdi. Bugun fan kuni dedilar. Bugun mana shu sehr fanini kuni dedi. Al-yawma yara al-maliku sani'ana. Bugun podshoh bizni mahoratimizni ko'radi. Al-yawma yara al-qawmu fadlana. Qavm bugun bizni fazilatimizni ko'radi. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Qachonki sehrgarlar kelgach, Firavunga agar biz g'olib bo'lsak,
bizga mukofot bormi dedi. Qala na'am va innakum idhan laminal muqarrabin. Fir'avn aytdiki, ha, albatta sizlar meni yaqinlarimdan bo'lasizlar dedi. Va hadihi hiya jaizatul muluki. Va mana bu podshohning mukofotidir. Va hada ata'ul muluki. Va mana bu podshohlarning hadiyasidir. Ya'ni podshohlar insonlarni u bilan aldaydigan mana shu narsadir. Va hada alladhi yuxda'u bihi rijalu. Kishilar u bilan aldanadigan narsa mana shudir. Va hada alladhi yusadu bihi al-abtalu. Botir qo'rqmas insonlar u bilan ovlanadigan narsa mana shudir. Ya'ni ancha-muncha insonlar, kishilar, botir insonlar ham mana shu podshohni mukofoti bilan va hadiyasi bilan aldanib qoladi deyapti. Va fariha as-saharatu bimawa'idi fir'auna. Va sehrgarlar Fir'avnni va'dalaridan xursand bo'ldi.